Jahon School. Salohiyatni kashf etamiz. O'rtoqlar, hammaga assalomu alaykum. Bizani Afrika, Keniya haqidagi vlogimizni ikkinchi qismiga xush kelibsizlar. Migingo haqidagi ko'rsatuvimizni, o'tdagi qanaqa yo'l qiyin bo'lganini va Migingo orolidagi hayotni ko'rib tugatdinglar degan umiddamiz. Bizda bo'lsa nimaga mana bunaqa juda ham chiroyli binolarni foniga turib olganmiz? Chunki Afrikada shunaqa joylar ham bor deb ko'rsatmoqchimiz va bugungi vlogda juda ham kontrastni guvohiga aylanasizlar. To'g'rimi aka? Welcome to Africa. Shahar markazida mana shunaqa chiroyli katta molllar bor ekan. Juda ham tartibli, hamma deyarli mahsulotlar bor. Nima bo'lishi mumkin emas? Mumkin emas aka, sizga ketdi. Nairobi markazi mana shunaqa baland binolarga to'la, ya'ni baland binolar, biznes markazlar, har xil mollar va bu yerda juda ham ko'plab xalqaro kompaniyalarning ofislari bor. O'shaning uchun ham Nairobini Afrikani Kremniy vodiysi emas, chunki bu yerda vodiy emas, Kremniy savanasi deb atashadi. Chunki bu yerda juda ham ko'plab startaplar ishlaydi. Keniyaga yurish tushib qolsa, mana shu logotipni 100% ko'rasiz. M-Pesa degan logotip va bekorga emas, chunki aynan mana shu kompaniya Keniyani rivojlanishda 30-40 yil oldinga olib chiqib ketib qolgan. Nimaga? Tushuntirib berishga harakat qilaman. Qarang, misol uchun boshqa davlatlarda bank sistemasi qanaqa rivojlangan? Birinchi banklar paydo bo'ladi, keyin plastik kartalar paydo bo'ladi, keyin bankomatlar, umuman infrastruktura, keyin onlayn banking, keyin mobil to'lovlar, to'g'rimi? Misol O'zbekistonda ham shunaqa bo'lgan. Lekin Keniya bank etapini to'laligicha sakrab o'tib ketib qolgan. Tasavvur qilsang, ya'ni bank, plastik kartalar, hisob raqami yo'q. Shunchaki mana 2007-yilda M-Pesa paydo bo'lgan, hammaning telefoni bor, telefon raqami bor, telefon raqamiga pul tashiydi, ko'chadagi har xil shunaqa M-Pesa punktlardan va bo'ldi, u pulni istalgan narsaga ishlata oladi. Taksiga bo'ladimi, bunaqa savdo mollarida narsa sotib olishga bo'ladimi, kommunal to'lovlarga, hamma narsaga M-Pesadan, ya'ni telefon raqamingiz, hisob raqamidan shunchaki pul to'laysiz. Ya'ni bizda misol uchun karta raqam ochtirishingiz kerak-ku, to'g'rimi? Va u bankda bo'ladi. Bankda hisob raqam bankka bog'langan bo'ladi. Lekin bu yerda bankda hisob raqam ochtirmasdan turib, telefon raqamingizni o'ziga tushgan pulni hamma narsaga ishlatsa bo'ladi. Ya'ni bu ma'noda Afrika, Keniya ancha oldinga chiqib ketib qolgan. Buni kitobiy tilda yana leapfrogging deyshadi. Ya'ni rivojlanish bosqichlarini ketma-ket bosib o'tmasdan, birinchi bosqichdan bittada 3-chi yoki 4-chi bosqichga o'tib ketish. Keniya ham xuddi shunaqa bank bosqichini bosib o'tmasdan turib, bittada mobil to'lovlarga o'tib ketib qolgan. Va hozir mana istalgan odamning hisob raqami uni bankdagi hisob raqamiga bog'lanmagan, shunchaki telefon raqamiga bog'langan. Ajoyib. Nairobida ham tirbandlik bilan muammolar juda ham katta. Nima meni olyapsiz videoga? Hammasi normal. O'chasiga. O'rtoqlar, chiroylikkina park. Mana to'g'risida. Markaziy parkda nima kam joy bor, to'g'rimi? Nyu-Yorkdagi. Yo, rostdan park chiroyli. Hech qanaqa hazilsiz gapiradigan bo'lsak, chunki Afrika bitta narsada juda ham omadi kelgan, bu daraxtlar, floras. Daraxtlar bu yerda anus xoyobonga o'xshagan daraxtlar, juda ham chiroyli daraxtlar bor. O'shalar mana bu parkka ko'rkiga aylangan. Shunaqalar orqamda Keniyani, Nairobini eng chiroyli parklardan biri Uhuru parki. Ko'rib turibsizlar, juda ham yoqimli daraxtlar, orqada baland binolar, biznes markazlar, hamma narsa bu yerda bor. Nimaga bugungi vlogimizni mana shu joyda turib boshlayapman? Chunki Afrikani stereotip ko'rsatib qo'ygim kelmayapti. Ya'ni faqat qashshoqlikdan iborat, faqat shunaqa odamlar qiynalib yashashyapti. Yo'q. Mana shunaqa mavzelar ham bor, yo'q emas. Keniyani, o'zumuman Afrikani muammosi bunaqa chiroyli joylar yo'qligida emas. Bor, lekin bilasizlarmi? Oddiy aholi hayoti bilan bunaqa joylar
umumiy jihati kamroq-da. Hozir tushuntirib berishga harakat qilaman. Misol uchun mana Keniya Britaniya koloniyasi bo'lgan, to'g'rimi? Va Nayrobi, Keniyaning poytaxti hech qachon keniyaliklar uchun qurilmagan. U Britaniya koloniyasi bo'lib, bu davlatdan resurslarni olib chiqib ketish uchun qurilgan, shunga moslangan. Misol uchun temir yo'llar ham aynan shu portlarga qarab qurilgan, insonlarni A nuqtadan B nuqtaga tashlash uchun emas. Va bunaqa tumanlar ham aslida boy tumanlar kolonizatorlar yashash uchun qurilganda. O'shaning uchun ham boshqa rayonlarga ozgina yursangiz, juda ham katta kontrastni ko'rasiz. Mana bu chiroyli, lekin 3-4 kilometr uzoqroqga borsangiz, absolyut teskari holat. Ya'ni tushunib turganingizdek, Nayrobi aholisi, tub aholisi yashaydigan tumanlarda sharoitlar ancha boshqacha, ancha yomon. Va hattoki shunaqa joy borki, uni shahar ichidagi shahar deyshadi. Nayrobining ichida joylashgan, nomi Kibera va u yerda tushunishingiz uchun 1 milliondan ortiq aholi hayot kechiradi va ularni qanaqa sharoitda yashayotganini ko'rib, seskanib ketishingiz aniq. Va bugungi vlogimizda siz aynan Kiberada odamlar qanaqa yashashini ko'rasiz. Darslar qilish kulguramizmi? Yetgancha eng arzon avia chiptalarni siz albatta Aviasales.uz ilovasi orqali topishingiz mumkin. Manzilni kiritasiz va sanalarni tanlaysiz. Ilova bo'lsa sizga eng arzon avia chiptalarni topib beradi. Aviasales.uz bu ilovasiz qachon oxirgi marta sayohat qilganimni eslolmayman ham. Albatta yuklab oling. Xo'sh o'rtoqlar, bizda ikkinchi kun boshlandi. Afrika vibe, okalar ko'chalarda, amma nima gaplar, Shastga? Zo'r, yaxshi dam oldik. Juda qattiq charchab keldik. Endi sekin borib olishdi qo'su. Afrikani maksimal darajada bir tomonlama yoritmaslikka harakat qilamiz. Ya'ni hamma ko'rgan narsa o'zan gapiramiz. Yaxshisini ham, yomonini ham. Misol uchun to'g'ri, bizning asosiy ko'rsatuvlarimiz Kibera turish sho'balari va Migingo oroli haqida. Ularda kontrast juda ham katta va o'ttiga hayot menga qiziq bo'lgani uchun. Lekin bunda misol uchun yaxshi joyli bo'lsa, vlogda, kontekstda o'tlarni ham ko'rsatib boramiz. Mana misol uchun hozir biz turgan joyi oldida mana bunaqa ajoyib nima desa bo'ladi? Food court bor ekan. Bemalol kirib, ovqatlanib, boshqa narsa qilsangiz bo'ladi. Lekin umumiy olib qaraganda umumiy vibe mana misol uchun shundoqqina uni ro'parasida mana bunaqa колючая проволока bilan o'ralgan qanaqadir bino ham bor. O'shanga biz endi iloji boricha hammasini ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Faqat yomonini yoki faqat yaxshisini emas, hammasini. Mehmonxonadan chiqishdan oldin soatlarimizni hammasini yechib chiqdik, ya'ni hamma pasport, asosiy pullarimizni hammasini tashlab chiqdik. Faqat bugun bizga kerak bo'ladiganini oldik. Biz buni Afrikaga stereotip fikrlaganimiz uchun bu ishni qilmadik. Bizga kelishimiz bilan shu narsani maslahat berishgani uchun. Aka o'zingiz gapiring. Samolyotdan уже boshlandi, уже yetishdi. Soatlarni yechib qo'yiladi-da. Endi shunga riskovat qilmaslik uchun viza karta, pasport hammasini mehmonxonaga tiqib, ozginchagina pul olib, naqd pul bilan chiqib ketdi. We're gonna be cool. Hozir Afrikaning eng qashshoq joyiga kirib boryapmiz. Bu yerga kontrast, bu yerga atmosfera, bu yerda insonlar qanaqa yashashi menimcha istalgan insonni lol qoldiradi, istalgan insonni so'zsiz qoldiradi. Va bu ham atmosferani sizga yetkazib berishga harakat qilamiz. Salve do'stimiz. Bular Malik. Bular mana shu Kiberada yashaydigan insonlar. Bizning xavfsizligimizga javob berishadi. Xohlasa. Xullas, dron uchirishimizga qarab turadigan aka mana bular bo'lar keldi. Bular o'rs spoterlari. Spoter qarab turadigan atroflarda. Shunaqa qilib bizda hozir dron uchirishimiz uchun 1, 2, 3, 4, 5 ta aka va mana bu aka qattandir paydo bo'lib qoldilar. Zo'r.
Tayyor bo'lsa boshlasak bo'ladi. Aka, siz do'ldirayotganingizni bilmayapti lekin. Да. Do'ldirab qolsa ozgina. Urib olishyapti-da sekin-sekin. O'rtoqlar bu yerda mana shunaqa mehmonxona, otel deb yozib qo'ygan yozuvlar juda ham ko'p, lekin otel degani bu yerda kafe degani. Bu mehmonxona degani emas. This is what? Omena. Mena? Yeah. What does it mean? Omena the Small fish. It's a small fish. This one is a small fish. You see? There is Brenda there. This is salad for the small fish or what? The small fish, omena. Omena. Yeah. Mehmonxona Mama Idris mana shu opamizni ismlariga, sharaflariga qo'yilgan. Bu yerda mana Kichkina baliq tayyorlashyapti. Bu yerda shunaqa street food bor. Kichkinagina baliqdan. birinchi 1 soat do'ldirash bilan o'tib ketyapti. Nimani suratga olishni bilmayapmiz, nimadan xavf xatar kutishni bilmayapmiz. O'shaning uchun hozircha ozgina do'ldiryapmiz. Shastga mana shu og'izlari ochilib yuribdilar, nima qilishni bilmasdan. Mana shu bashara hamma yoqda shu ahvol, shu ahvol. Birinchi taassurotlaringiz aka? Xatarni qayerdan kutishni bilmayapman. Qaysi biri xatarli, qaysi biri xatar emasligini bilolmayapman. Hammasi. Men 10 tomonimda bittasi turibdi. Mana oling. Mana shu bola turibdi-da, постоянно gapiryapti nimalardir. Jinnimi bu mesniyo? Jinni emasmi, tushunib bo'lmayapti. O'shanga sal ehtiyotroq bo'lib turibman. Hidlarga chidash ozgina qiyin bo'lyapti albatta. Chunki bu yerda kanalizatsiya tizimi deyarli ishlamaydi. Ular kadrlansizlar faqat Hindistonda ko'raman deb o'ylagan edinglar, lekin yo'q o'rtoqlar. Biz Afrikaning eng dahshatli, eng katta, eng yirik million kishi yashaydigan trushobalarga keldik. Kibera deb atashadi. Mana kanalizatsiya ko'rib turibsizlar. Uning o'rniga orqamdagi shunchaki katta ariq, keng ariq hamma mana chiqindilarni olib kelib mashaqqa tashiydi. Siz savol tug'ilishi mumkin, hop, u ariq nimaga to'lib ketmagan shuncha paytdan beri so'rashingiz mumkin, chunki qaranglar, hali yarmigacha ham to'lmagan. Yomg'ir yog'ganda bu hamma chiqindilar oqib ketar ekan. Ya'ni tom ma'noda yomg'irni kutib yashashar ekan bu yerdagi xalq. Lekin suv rangiga e'tibor bering, aka keling. Mana qarang, suvning rangini. Endi pashshalarni va hidlarni ta'riflab berishga tilim 2 karra ojiz. Yuzimni ham, emotsiyalarimni ham ko'rsata olmayman, chunki oldimizda bizga qarab turishdi-da, odam emotsiyalarimni ko'rsatib qo'ysam, ularga endi g'alati bo'lishi mumkin-da, hurmatsizlik bo'lib qolishi mumkin. Yuzimizda mana shu ahvolda na kulib bo'ladi, na yig'lab bo'ladi. Hid shunaqa darajada kuchli, yetkazib berib bo'lmaydi kameradan, sizlarga hidni yetkazib berib bo'lmaydi. Bular qanaqa qilib shu hidda yashayapti, men tasavvur ham qilolmayapman hozir. Sizni подписчиklaringiz shastga. Sizni auditoriyangiz yidrosi. Agar Keniyada stream qilganingizda mana shu bolalar tomon qilgan. Lekin mana auditoriyam sizni kommentingizga kirib qarab turing. Malik. Har bitta uyga birinchi, ya'ni yo'lda shundoqqina oldidagi qismi bu do'kon. Chunki Kiberada odamlar qanaqadir qilib kun ko'rish kerak. Kimdir meni ko'ryapsiz, meva sabzavot sotyapti, kimdir banan sotyapti, kimdir nimadir tushunarsiz narsalarni pishirishyapti. Ya'ni street food, Kiberaning o'ziga yarasha street foodlari bor. Kimdir telefon aksessuar sotyapti, kimdir nimadir remont qilyapti. Manimga qanaqadir bank agent deb yozib qo'ygan. Kimdir qum sotyapti, kimdir tovuq sotyapti. Ya'ni bu narsani o'zi yo'q aka. Eng qizig'i hamma harakat qilyapti. Yashash uchun, yashab qolish uchun harakat qilyapti hamma. Bu yerda bizda kichkinagina fermacha bor ekan, tovuqlarni yetishtirishar ekan. Mana yozib qo'yishgan. Barragina sut va tuxumlar deb.
You only working in this farm? Yeah. Just a small farm here. Inkubatorlar bor ekan. And then they produce some chickens. Wow, how many eggs do you sell every day? I don't sell eggs, I only put them here in an incubator and then they produce some chickens. Bitta inkubator bor. Tuxumlar bor, ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda bo'lsa, mana shu inkubatordan chiqqan jo'jachalar. Very nice. How much you can earn owning a farm in a Kibera? Per month, like almost, let's say like 20,000. Va mana shunaqa ferma orqali akamiz taxminan oyiga 200 dollardan sal kamroq, 180 dollar topar ekanlar. Yomon biznes emas, chunki o'qituvchilar bu yerda 100 dollar topadi. Mana bu do'konda siz telefoningiz uchun har xil aksessuarlar olsangiz bo'lar ekan va turli xil filmlarni ijaraga olsangiz bo'lar ekan ko'rish uchun. Ajoyib. Afrikaning eng katta sho'balarida PlayStation xonalar bor edi. Hozir bu yerda sizlar nima shu darajada rivojlanmaganda bo'lumi deydi. Bolalar maza qilib PlayStation o'ynashyapti. Hozir kirib ko'ramiz. Bilasizmi bu yerda PlayStation soati necha pul? 300 shilling. Bu degani 2,5 dollar degani. Bu yerda bolalar bir hafta ishlab ikkita o'rtoq 150 dan tashlashib, ya'ni 1,5 dollardan tashlashib, kelib 1 soat o'ynab, yana bir hafta ishlashadi. Yoshligimni eslatib. Hamma yoqda yoshlik taxminan plus minus bir xil o'tar ekan. Shunaqa. Biz ham mana shuna o'ynamoqchi bo'lsa PlayStation'ni uyda o'ynasak ham yoki klubga borib o'ynasak ham docha terardik, pul berishardi, borib o'ynardik. Hozirga Zavtrak aka. Nonushta ertalab kino. pastga mana nima uchun oldim? Nima bo'ldi? Ha, voy! Kecha restoranda o'zi 2 soat uxlagan edik. Keyin bu yoqqa bir kunda yetib keldik. Undan keyin bu yerda 5 soat uxlab, yana syomkaga chiqib ketdik. Kiberaga o'zingizlar ko'rdinglar. Super charchadik. Mana qo'llar kuyib ketgan hamma yoq. Kuyib ketgan. Ammo achishyapti. Xullas obeddan keyin to'g'rida kelib, ozgina dam oldik. Yana syomkaga bordik. Xullas mana bugun 8 soat uxlab, endi o'zimizga kelib, mana endi kunni boshlayapmiz, xudo xolisa o'rtoqlar. Va bugun ham Kibera. Biz mana shu joyga joylashganmiz. Bir qarashda umuman Afrikaga o'xshamaydi, to'g'rimi? Yaxshi, chiroyli turar joy majmuasi. O'zi shu o'rinda bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Afrikaning hamma joyi ham qashshoq, qanaqadir xarob ahvolda emas. Biz hozir joylashgan Nairobi shahri ham shahar markaziga borsangiz, savdo mollari, baland binolar, biznes markazlar, ya'ni yaxshi rivojlangan shaharga o'xshaydi markazda. Lekin shu bilan birga mana shu shaharda Kibera, ya'ni Afrikaning eng katta turush sho'balari ham joylashgan. Ya'ni kontrast ham shundan iborat-da. Muzlatgichni ham bitta dona oshib olganmiz. Qora kungata. Yoshga qachon yeymiz buni? O'sha konkretni sog'ingan paytimizda bo'ladi, ya'ni. Bo'lmaydigan payt o'shanda pishiramiz. Hozircha mana Keniya davlati plastik paketliga nisbatan eng jiddiy chorani qo'llagan davlatlardan biri. Bu yerda plastik paketlarni ishlab chiqarish 4 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish yoki $40,000 shtraf to'lanishga olib kelishi mumkin. Bizga o'xshagan turistlar agar plastik paketni o'zini bagajida olib kelsa, bu davlatga $150 dan $300 gacha shtraf bor. Aka, ikkalamizga $600 chiqyapti, to'lab olasizmi? Menda bor-da, chunki plastik paket bagajimda bor.
Shunga men magazinlarga, misol uchun mana Carrefour do'konlariga kirsangiz, hattoki mevalarni kraft qog'ozlarga o'lchab berishadi. Men hamma paketimni olib, baribir shu chiroyli qilib shu sumkamni chetiga qo'yib qo'yganman, shu ryukzakimni. Ketayotganda qaytarib olib ketish uchun. Menga endi bu darajada jiddiy choralar deydigan bo'lsangiz, birinchidan chorvachilikka juda ham katta zarar yetgan, chunki mollar plastik paketlarni yevorib o'lib ketaverishganda. Bundan tashqari har xil ariqlar, drenajlar, kanalizatsiyalarni to'ldirib yuborgan. Ya'ni plastik paketda o'tga tiqilib, yomg'ir yog'gan paytlarda Nairobi, Venetsiya bo'lib qolganda, qo'pol qilib aytadigan bo'lsak. O'shandan keyin undan tashqari safarilar, to'g'rimi? Kenyani biz hamma safari dunyodagi eng bio raznoобразный davlatni bilamiz. O'sha jirafalar, sherlar, fillar, hamma narsa bu yerda bor, lekin o'sha tabiatni muhofaza qiladigan davlat imejiga haqiqiy putur yetyapti plastik paketlarni. O'shandan keyin mana shunaqa jiddiy choralarni ko'rishgan, lekin yordam berganmi deb so'rashingiz mumkin. Yordam bergan, 80% yordam bergan, lekin baribir hozir ko'chalarda plastik paketlar, chiqindilarni uchratasiz. Ya'ni plastik paketli chiqindilarni uchratasiz. Yo'q bo'lib ketmagan, lekin agar bunaqa jiddiy chora ko'rilmaganda bundan ancha battar bo'ladi. Keep is dangerous or not dangerous? React Raka. Can me gusta aqui. React Raka. Here is the spot. Who is it? This is just my friend. Your friend? Yeah, this is my friend. She's called Zari. Zari. Yeah. Nice to meet you, Zari. Achia daughter. West side, Western gang. From Line Saba, Kibra. Mana shu holda futbol o'ynashar ekan. Bizani po'lalarimizda sal ho'l bo'lsa yoki o'ti kamay qolgan bo'lsa noliymiz. What's your name? Samu. Bu yerdagi suv tekin suv ekan va iliq, ichib bo'lmaydigan suv. Faqatgina texnik suv, ha. Faqatgina qo'l yoki idish tovoqlarni yuvish uchun ekan. Bu yerda tekin ekan, shuning uchun katta o'chirit masalan yig'ilib qolgan. O'zimni stixiyamni topib, o'zimni joyimni topib oldim. Bu xullas internet xona ekan, lekin afsuski juda ham achinarli holat. Odam YouTube ko'rib o'tiribdi, lekin даже naushnik ham yo'q, kolonkasi ham yo'q. Просто o'tiribdi mana qarang. Bu nima kompyuter aka? Bu kompyuterda qanaqa? Bilmayman, yoqtirmayapti-yu. Bu mana Dell monitor necha pul turadi aka bu? 15 talimi? Voy, bir paytda bo'lardi 15 talik, ha. Voy mama, nima keysmi bu? 17 talik bular, ha, bular keyslar. Aka faqat sal changroq ekan bu. Ozgina. Unaqa juda ko'p emas. Oh! Nima bu operatsiya sistemada ishlayapti aka? YouTube anaqami? Windows 2007 desmisa? Yo'q, Windows 7, yo'q, ha, 7. Windows 7. YouTube ko'rishga yaraydigan asosan. No, da. Men ishlamayapti deb o'yladim bularni Windows 7 ni qarang. Men bilmagan holatlar hozir. Windows 7 ishlab turibdi. UPG'ni ochib olish kerakmi mana? Afrikada. Bitta upgrade qo'ramda, kompyuterda. Kolonkasi qattiq, lekin bu kolonkada eshitayotgandek o'tiribdi bor-ku. Aka, mana shu yoqqa pul to'lab bordingizmi? Deyapti odamlar. Savol beryapti. Rostdan haqiqatan bu yerga hech kim o'zi pul to'lab kelmaydi. Lekin bilasizmi, aynan mana shu joyga kelganingizdan keyin dunyoqarashingiz shu darajada kengayadiki, buni siz Maldiv, Tailand yoki boshqa dam oladigan joylarga borib, Sharm el-Shayxga borib ololmaysiz aka. To'g'ri, bu yerga hamma kelmaydi. To'g'ri, bu qiyin, to'g'ri bu komfort emas, lekin bu sizni inson sifatida kuchaytiradi aka. Bu yerda olgan darsingizni xullas hech qayerda ola olmaysiz. 100%. Hech qaysi kitob bera olmaydi. Hech nimani ko'rib ola olmaysiz. O'zingiz kelib, ya'ni video orqali ham ola olmaysiz-da, buni faqat kelib o'zingiz ko'rsangiz o'shandagina tushunishingiz mumkin nima haqida gapirayotganim. Lekin kelib o'tirmang. Xullas mana shu joyda kalit yasashar ekan, mana shu rayonga faqatgina bitta dona inson. Mana shu odam injener ekan, xullas avlod, dodalardan, otalardan o'tib kelgan hunar bo'lib 40 yildan beri qilishar ekan. Lekin nimani olyapmiz degan kadr mana shu bo'ladi hozir. Mana shu obyektivni qo'yib olib, o'sha kana olyapmiz. Kadrlarini buni ko'rsatuvni o'zida ko'rasizlar, Jamshid aka. Dahshat kadrlarga.
mana shu yerdagi uylarni tarixi juda ham qiziq. E'tibor bersangiz, juda ham ingichkada uy. Xuddi shu uydan nariyoqda ko'piyasi bor, orasida temir yo'l o'tgan. Bu yerda xullas temir yo'l kompaniyasi odamlar temir yo'lga o'tib ketmasin deb zabor sifatida qurgan ekanda. Uyimi? Uyi. Ko'rgan narsalaringiz, taassurotlaringiz juda ham ko'payib ketib qoladi-yu. Miyangiz o'chmay qoladi, shuni bilasizmi? Miyangiz ishlashdan to'xtamay qoladi. Kechasi borib uyga borib uxlamaysiz. Mana shunaqa kun bo'lyapti-da. Taassurotlar juda ham ko'p. Miyaga sig'maydigan darajada. Tualetlar, mana shu pul to'lanadigan tualetlar. Bitta hududga, masalan, har bir hududga bittadan qo'yilar ekan, shunaqa tualetlar. Eng qizig'i, u yerda chuqur qazishmagan ekanda, ya'ni chuqurga tushmaydi. Balki bitta nima rezervuar ichiga yig'ishadi, u yerdagi ekskrementlarni. U to'lgandan keyin yana mana shu hududdagi odamlar pul yig'ib berar ekan. Bunga qaraydigan odam bor ekanda, hammadan pul yig'ar ekan, uni olib ketish uchun. Uni olib ketib o'rniga boshqa rezervuar qo'yib berish uchun. Har bitta kichkintakina 10 ta 20 ta uylar o'tib, bittadan cherkov qo'yilgan ekan bu yerda. Mana. Har 10 ta 15 ta uy oralig'ida cherkovlar joylashgan. Biroq bu uylarni Shariako estate deyishar ekan. Ya'ni ingliz tiliga tarjima qilganda none of your business estate. Ya'ni sani ishing bo'lmasin degan turar joy majburasi ekan. Ya'ni agar kimdir sizdan nimadir o'g'irlab ketib yoki qochib ketsa, politsiyaga borishingdan ham foydasi yo'q deyapti. O'tga hech kim kirmaydi, chunki u yerda eng yomon ishlar o'sha yerda sodir bo'ladi deyapti-da. O'sha dorilarni sotish, boshqa qilish hammasi mana shu yerda bo'ladi deyapti. Bu yigit Malkinyo. Malik ismi. Bizga juda ham katta yordam beryapti. Bu hujjatli filmimizni olish ishimizga. Albatta tekinga emas. G'alati bo'lardi tekin bo'lganda. Bu yerda boy bitta yigit uchratib qoldim-da. O'sha menga bitta ajoyib gap aytdi. Oq tanli odamni ko'rishimiz bilan nimadir undan olishi birinchi bo'lib hayolimizga keladi deyapti-da. Shunaqa o'qib qolgan, nimaga bunaqa g'alati-yu dedim. Men qo'pol eshitildi menga deb ozgina gapirsam, endi nima qilay, qonimizda shu narsa bor deyapti-da. Men hammada shu deyapti. Oq tanli odamni ko'rishimiz bilan nimadir undan vimogat qilib olganimiz keladi deyapti-da. Agar shaxskammi kompyuter do'konlari borligini bilishganda tekin kompyuter yig'ib bering aka deyishadi. Gapirib bering. O'zi unaqa juda ko'p tekin kompyuter yig'ib bering deb. Bu odam yig'ib bersangiz. Aka hech o'ylamadingizmi bunaqa temir yo'llarda, Malkin yo'li bilan yuraman deb? Yo'q. Tayyor edim bu narsaga. Qanaqasiga? Kelayotgan joyim qatligini bilardim. Yo'q, o'zim umuman. Yo'q, hayotda oldin unaqa narsa tasavvur ham qilmaganman. Shu mana shunaqa joylarga kelib, mana shunaqa syomkalar qilib, qatnashib. Ahmoqligingizni qarang, shunga pul to'lab keldingiz-a? deb o'ylaydi ko'pchilik. Lekin bu narsani o'zini vibe boshqacha va qoldirish kerak-ku bir nima. Ko'rib qolish kerak. Faqat yaxshi narsani ko'rib yurmaysiz. Qimmat, vaqtli joylarga borib boshqalar qilib. Voy, lekin o'rtoqlar, shunaqa yonib ketdi, ishoninglar. Shashlik bo'lib qoldi. Qo'llar, orqalar. Pishdi. Steak bo'ldi, steak. Maymun. Bu yerda lekin birinchi marta ko'rishim ma'lum. Kechqurunga biz ishimizni ko'vigida asrab o'tirgan. Voy, mana bunaqa salat bilan, achichuk bilan osh. Umuman boshqacha ketadi-da bunaqa sayohatlarda. Achichuk, Afrikada achichuk qildik. Lekinchi zo'r chiqyapti. Hirt o'zidagi achichukga o'xshab chiqyapti.
Tayyor. Ko'k piyoz topib oldik. Akam patir olib kelganlar. Isitib yuboringmi ozgina? Ha. Oshimiz pishyapti, oshimiz isyapti. Bundan ortiq yana qanaqa baxt bo'lishi mumkin safarda? Menga shuni aytinglar. Bizga yoqimli ishtaha, ovqat yeyishimizdan oldin sizlarga 2 og'iz aytib o'tamiz. Bugungi kun ancha og'ir bo'ldi. 2 kun ketma-ket Kiberani syomka qildik. Ko'rdinglar o'zinglar. Agar bu yerda nimadir kam bo'lib qolgan bo'lsa, asosiy ko'rsatuvda Kiberani maksimal darajada yoritib berishga harakat qilganmiz. Qo'shimcha kadrlarni bu yerda ham ko'rdinglar. Bizga o'sha agar Kiberani ichida yashaydigan yigitlar agar yordam bermaganda bu kadrlarni ola olmas edik, chunki ko'rdinglar juda ham xavfli joy. Lekin eson-omon oldik, o'shaning uchun juda ham xursandmiz. O'shanga osh yeb o'zimizni xursand qilmoqchimiz. Ha, Migingo o'sha chiqib bo'lgan, o'tib, uni ham ko'rib, qo'llab-quvvatlab olasizlar. Kim ko'rmagan bo'lsa agar mobodoga silka qoldirib ketamiz. O'rtoqlar, bizani Keniya, Afrika sayohatimiz o'z nihoyasiga yetyapti. Ko'rib turibsizlar, biz aeroportdamiz, uyga ketish arafasidamiz va agar sizlarga Migingo oroli va Kibera haqidagi vloglarimiz ma'qul kelgan bo'lsa, sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta like bosinglar, izohlarda o'zingizlarning fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Umuman o'zi vlog mana shu sayohatga ko'rsatuv qilgani ketganimizdagi vlog bo'lsinmi, yoqdimi sizlarga? Nimasi yoqdi? Izohlarda yozib qoldiringlar. Bu juda ham muhim, chunki vlog kamerasining orqasida 80% почти men bo'lganman. Agar yoqqan bo'lsa yozib qoldiringlar shu narsani. Keyingi sayohatlarda ham xudo xolasa vlog qilamiz. Ya'ni bizni istalgan joyga borilganda asosiy ko'rsatuvlardan tashqari yana vloglar ham qilmoqchimiz. Chunki ko'ryapsizlar, ko'rsatuvlar 15-20 daqiqalik, vloglarda bo'lsa bizda umuman xronometraj bo'yicha cheklovlar bo'lmaydi. 1 soat bo'lsa 1 soat, 2 soat bo'lsa 2 soat, ya'ni bemalol vloglarni olaveramiz. O'shaning uchun izohlarda yozib qoldiringlar, yana qaysi davlatdan mana shunaqa vlog ko'rgiylik kelyapti. Joninglar sog' bo'lsin. Yoqqan bo'lsa like bilan qo'llab-quvvatlanglar, chunki like YouTube algoritmlarini ketdi. Xayr akalar. Xayrlashib kelyapti siz bilan.